Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman va bugun sizlarga mana shunaqa archa o'yinchog'ini yasashni o'rgataman. Archa o'yinchoqchalarini tayyorlash uchun bizga mana shunaqa 0,6 yoki 0,7 lik mana 40 kilogrammgacha og'irlik ko'taradi. Shunaqa leska kerak. Va har biri diametri 8 mm lik mana shunaqa munchoqlar kerak bo'ladi. Agar men bilan bir xillikda boshlab, bir xil men qilgan ishlarni qilib borsanglar, sizlarda ham обязательно bemalol o'xshaydi. Leskani qancha uzunroq olsak, shuncha yaxshi. Yetmay qolgandan ko'ra, ortib qolgani ma'qulroq. Kesib tashlaysiz, lekin yetmay qolsa ulama bo'lib ketadi va bu mustahkamligiga ta'sir qiladi. 3 ta leskaga 5 ta munchoq o'tkazamiz. 4, mana 5-inchisi. Mana 5 ta o'tkazib oldik va oxirgi 5-inchisidan xuddi o'sha mana o'zini leskasini, mana o'zidan chiqqan leskani qaytarib mustahkam bo'lishi uchun petla hosil qilib olamiz. Hozir ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Bu narsa bilan уже tanish insonlar biladi, lekin birinchi marta qilib ko'rayotganlar bilmasligi mumkin. Mana bunday o'tkazib leskani ikkinchi tomonini, lesk bu ikkinchi tomoni, mana shundan o'tkazamizda mana bunday qilib qattiq tortamiz. Mana shu tuguncha mana buni ichiga kirish kerak. Mana bu munchoqni ichiga yaxshilab tortamiz. Bemalol qattiq tortib ishlayveramiz leska bilan. Leska uzilib ketmaydi. Mustahkam. Mana endi bu qattiq turadi. Keyingi qavatimiz sharigimizni 6 burchakdan iborat bo'lishi kerak. 6 ta munchoqdan. O'sha uchun mana bu hozir bu yerda bitta bor deb hisoblasak, endi mana bu leskaga 5 ta shunaqa munchoq olamiz. Mana 1 2 3 4 5-inchisidan esa buni o'tkazamiz. Ikkinchi leskani, ya'ni mana bu o'zi bizani 5 burchaklik gulchamiz. Bunisi esa biza hozir qilgan 6 taligi. Ana bu holga keldi. Ana endi biza soat yo'nalishiga chappa qilib to'qib boramiz. Shunga qarab orientir olasiz. Mana uni oldikda, ana endi chap tomondagisini 5 burchakni keyingi sharikchasiga, keyingi businkaga, ya'ni o'tkazib olamiz. Yana bitta. Mana o'tdi. Ana endi qarang, biza yana 6 ta munchoqlik gulcha yasashimiz kerak. Bu uchun esa bizda уже bitta, 2 ta munchoq bor. Biz endi 4 ta qo'shishimiz kerak. Shuning uchun bu tomondagi leskaga 4 ta munchoq qo'shamiz. Bir, 2, 3, 4. 4-inchisidan esa leskani ikkinchi tomonini, ya'ni ikkinchi leskani o'tkazamiz.
sal uzunroq, boshida sal uzunlik qiladi leska. Ozgina bajarish qiyin, no harakat qilasizlar. Mana. Ana endi yana xuddi shunday leskani chap tomondagisini olib 5 ta sharikchalik gulchamizni yana bitta sharikchasidan, to есть businkasidan, munchoqdan o'tkazamiz. Kommentariyada iltimos yozib ketinglar. Tushunarli bo'lyaptimi videolar? Men tushuntirishga harakat qilyapman. To'g'ri ko'rsatib berishga iloji boricha, qo'limdan kelgancha. Mana buni o'tkazib oldik. Yana xuddi shunday bitta, ikkita munchog'imiz o'zi bor. 6 ta qilishimiz uchun yana 4 ta mana bu o'ng tomondagisiga o'tkazamiz. 1, 2, 3, 4-inchisidan esa har doimgidek leskani ikkinchi tomonini o'tkazib olamiz. Va yana o'sha harakatlarni qaytaramiz. Keyingi leskani chap tomondagisini keyingi munchoqchadan o'tkazib, yaxshilab tortib qilinglar, чтобы bo'sh bo'lib qolmasin. Qancha qattiq tortib qilsa, shuncha mustahkam va chiroyli chiqadi. O'ng tomondagisiga esa yana 4 ta munchoq o'tkazamiz. 1, 2, 3, 4. 4-inchisidan esa leskani chap tomondagisini xuddi o'sha 4-munchoqdan qarama-qarshisiga o'tkazib olamiz. Ana endi oxirgisiga keldik. Vнимательно e'tibor beringlar. Leskani chap tomondagisini ana endi bitta emas, keyingisidan ham ikkinchisidan ham o'tkazaman. 2 ta munchoqdan o'tkazib olaman. 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. Ikkita mana bunisidan и дальше bunisidan ham. Ana endi xuddi shunday yana 6 burchak, 6 ta munchoqdan iborat gulcha hosil qilishimiz uchun bizda уже 3 ta bor, yana 3 ta kerak. O'shaning uchun har ikki tomonga, bu tomonga ham bittadan munchoq o'tkazamiz. Bitta ketdi, ikkita ketdi. Hozir mana bu holga keldi. Hozir bizga 6 ta bo'lish uchun yana bitta kerak. Ana shu bittani mana bu o'ng tomondan bitta munchoq o'tkazamizda, o'zi shu tomonga petля qilamiz. Qarab turinglar. Mana o'tkazib, mana bunday qildim. Xuddi shuni o'zidan o'sha leskani o'zini qarama-qarshiga boya bajarganimizdek o'tkazib olamiz teshigidan. Чтобы keyin mana bunday qilib chap tomondagi o'zi qanaydir kirib qolibdi. Chap tomondagi
leskani bunga o'tkazib olamiz. Mana bu joyiga ko'rinyapti degan umidaman. Mana bunday qilib keyin mana o'sha tugunchamiz munchoqni orasiga kirish kerak. Xuddi boyagidek, hech qanaqa yangilik yoki qiyin joyi yo'q. Ana уже tortganda mana qattiq bo'lib, уже mana boshlandi. Dumaloqcha shakli qayrilib, chiroyli bo'la boshladi. Xo'sh, ana endi eng qiziq joyi. Keyingi aylanamizning keyingi qavati bitta 5talik, bitta 6talik, bitta 5talik, bitta 6talik чередовать qilib ketaveradi gulchalardan. O'shaning uchun mana 6talikni ustida eng boshiga 5talik munchoq, 5ta munchoqlik gulcha yasashimiz kerak. Bu uchun esa bizda уже bitta bor. Bizga yana 4ta kerak. Shuning uchun o'ng tomonga, o'ng leskaga 4ta munchoq o'tkazamiz. To'rtinchisidan esa har doimgidek leskani chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Mana ko'rishinglar uchun mana bunaqa narsa paydo bo'ldi. Mana 6talik, mana bu 5ta. 1, 2, 3, 4, 5. Ana endi keyingi leskani chap tomonini bitta emas, 1, 2, ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Diqqat bilan qarab, men bilan birgalikda bajarsanglar bemalol sizda ham o'xshaydi. Agar nimangadir tushunmay qolsangiz yoki ulgurmasangiz videoni to'xtatib yoki orqaga qaytarib bemalol yana ko'rib qilishingiz mumkin. Mana ikkinchisidan o'tkazamiz. Keyingisida bizda 6ta munchoqlik gulcha yasashimiz kerak edi. O'shaning uchun bizda уже 1, 2, 3ta bor. Bizga 6ta bo'lishi uchun yana 3ta kerak. O'sha uchun o'ng tomonga 3ta munchoq o'tkazamiz. 1, 2, 3. Uchinchisidan esa chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Mana. Mana. Paydo bo'ldi. Mana 5ta, bu esa 1, 2, 3, 4, 5, 6ta. Keyingisiga ketamiz. Leskani yana chap tomondagisini bitta munchoqdan o'tkazamiz. Chunki keyingisi bizda 5ta munchoqlik gulcha bo'lishi kerak. O'sha uchun bittasidan o'tkazamiz. Va 5ta bo'lishi uchun bizda уже mana 1, 2ta munchoq bor. Yana 3ta munchoq o'ng leskaga o'tkazamiz. 2. Uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazib olamiz. 3-munchoqdan. Buni texnikasini o'zi tushundinglar deb o'ylayman. Dальше уже yana qandaydir savollar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin kommentariylarda. Javob berishga harakat qilaman. Mana 5talik gulchamiz paydo bo'ldi. Keyingisi yana 6talik qilishimiz kerak. Bu uchun esa 1, 2 chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazib olamiz. Qattiq tortib qilish esdan chiqmasin. 1, 2, 3ta bor. Yana o'ng tomondagi leskaga 3ta munchoq o'tkazamiz. 1, 2, 3. Ikkitasini tashlab, uchinchisidan chap tomondagi leskani ham qarama-qarshi tomondan
o'tkazib olamiz. Mana bo'ldi. Mana 5, 6, 5, yana 6 talik bo'ldi. Keyingisi bizda yana 5 ta munchoqlik gulcha yasashimiz kerak. Bu uchun esa chap tomondagi leskani bitta munchoqdan o'tkazamiz. O'ng tomondagisiga esa 5 ta bo'lishi uchun yana 3 ta munchoqdan, to есть 3 ta munchoq o'tkazib olamiz. Uchinchisini qoldirib, uchinchisidan chap leskani o'tkazamiz. 5 talik mana aylana bo'lib kelyapti. Keyingisi bizda 6 ta munchoqlik gulcha, o'shaning uchun yana chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. Yana o'ng tomondagi leskadan 3 ta munchoq o'tkazib olamiz. Uchinchisidan esa chap tomondagi leskani o'tkazamiz. Buni qilib oldik. Ana endi yana chap tomondagi leskani bitta munchoqdan o'tkazamiz, chunki 5 ta munchoqlik, 5 tomonlik gulcha yasashimiz kerak. Bittadan o'tkazdik. O'ng tomonga esa xuddi qaytarganimizdek 3 ta munchoq o'tkazamiz va mana ikkitasini o'tkazib, uchinchisidan chap tomondagi leskani qarama-qarshisi qilib o'tkazib olamiz. Keyingisi yana 6 ta munchoqlik gulcha, o'shaning uchun chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. Ikkinchisi keyingisi 6 ta bo'lishi kerak, o'sha uchun 3 ta bor. Yana 3 ta leska, o'ng tomondagi leskaga 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazib olamiz. Bo'ldi. Keyingisi esa 5 talik, o'sha uchun chap tomondagi leskani bitta munchoqdan o'tkazamiz. Munchoqdan o'tkazdik. Yana o'sha harakatlarni qaytaramiz. O'ng tomondagi leskaga 3 ta munchoq o'tkazib, uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Ana yana qatorimizni oxiriga keldik. Endi yana e'tiborliroq bo'lamiz. 1, 2, 3 tadan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz.
va uchinchisi. Mana bu holga keldi. Bizda bundan oldingisi 5 talik edi. Biz 6 talik gulcha yasashimiz kerak. Bu uchun esa bizga mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta bor уже. O'ng tomondagi leskaga ikkita munchoq o'tkazamiz. Bittasini o'tkazib, ikkinchisini har doimgidek o'tkazmaymiz, petla hosil qilamiz. То есть o'zidan leskani qaytarib o'tkazib, qattiqroq, mustahkamroq, chiroyli turishi uchun mana petlacha hosil qilib, chap tomondagi leskani xuddi o'shandan o'tkazib olamiz. Mana o'tkazdik. Ana endi qattiq tortib, o'sha tuguncha mana bu munchoqni ichiga kirishi kerak. Yaxshi turishi uchun qattiq qo'rqmay tortamiz. Ana. Bizda mana shunaqa polusharik emas holi, polusharikka yaqinlashgan shaklcha paydo bo'ldi. Ana endi keyingi qism. Keyingi qavati esa bizda hammasi 6 ta munchoqdan iborat gulchalardan tashkil topadi. Chap tomondagi leskani mana bitta bor уже. Keyingi chapdagi yana bitta munchoqdan o'tkazib olamiz. Mana shu holda bo'lishi kerak. Mana. Ana endi o'ng tomondagi leskaga esa bitta, ikkita, 6 ta bo'lishi uchun yana 4 ta munchoq o'tkazamiz. 4-inchisidan esa chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Mana 6 ta, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ta gulcha, 6 ta munchoqli gulchamiz paydo bo'ldi. Yana keyingisini ham xuddi shunday davom etamiz. Chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. 1 o'tkazdik. Lekin ana endi e'tibor bering, уже bizda mana bunday qilib qaraydigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta munchog'imiz bor. Yana 6 ta bo'lishi uchun endi o'ng tomonga 3 ta munchoq o'tkazamiz. 3 ta, ikkita o'tkazib, uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Mana qarang. Mana 6 ta 1 2 3 4 5 6 talik gulcha paydo bo'ldi. Keyingi gulchani ham xuddi shunday chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Bitta, ikkita. O'ng tomondagi leskaga yana 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchi
chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Yana xuddi shunday chap tomondagi leskani ikkita keyingi munchoqdan o'tkazamiz. Qattiq tortib. O'ng tomondagi leskaga esa 3 ta munchoq o'tkazamiz. 1 2 3. Uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazib olamiz. Yana xuddi o'sha harakatni davom ettiramiz. Chap tomonni ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Chap tomondagi o'ng tomondagi leskaga esa yana har doimgidek 3 ta munchoq o'tkazamiz. Oxirgi munchoqdan chap tomondagi leskani o'tkazib olib, yana 6 ta munchoqlik bo'ldi. Keyingi qismi ham xuddi shunday. Ikkita munchoqdan chap tomondagi leskani o'tkazamiz yana. O'ng tomondagi leskaga esa yana 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisini chap leskadan ham o'tkazib olamiz. Yana shu harakatni davom ettiramiz. Ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Chap tomondagi. Ko'rdingizmi, hammasi postepенно bir xil ketaveradi. Shuning uchun men bilan bir xil boshlab, men bilan bir xil davom ettirib ketaversangiz, bemalol sizda ham o'xshaydi. O'ng tomonga esa yana 3 ta munchoq olamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazamiz. Yana chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. O'ng tomonga esa yana 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazamiz. Chap tomondagi leskani keyingi ikkita munchoqdan o'tkazib olamiz. Yana o'sha harakatni davom ettirib, adashmay, shoshmay, bemalol dam olib qiladigan ish bu. Shoshish kerak emas. O'ng tomonga yana 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olib, endi shu yog'iga e'tiborli bo'lamiz, vнимательно. Chap tomonni 1 2 3 ta munchoqdan o'tkazib olamiz.
Yana 4 ta bo'ldi. Endi yana 6 ta munchoq bo'lishi uchun bizga o'ng tomonga 2 ta munchoq o'tkazamiz. Ikkinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazishimiz uchun oldin petla hosil qilib, mana shu o'ng tomondagini o'zini qaytarib o'tkazamiz. Doimgiday. Va chap tomondagi leskani mana shuni orasidan o'tkazib, ko'rinib turgan bittaman. Qattiq petlacha hosil qilamiz, petilka. O'tkazib olamiz. Mana bo'ldi. Ana endi keyingi qator esa bizda yana mana rovna polushar bo'ldi. Ana endi keyingi qatorimiz esa yana bundan oldingi qatorda bitta 5 talik, bitta 6 talik davom etadi. Chap tomondagi leskani yana keyingi bitta munchoqdan o'tkazib olamiz. 5 ta munchoqdan iborat gulcha yasashimiz kerak. Bu uchun esa bizda уже mana 2 ta bor, 3 ta munchoq o'tkazamiz o'ng tomonga. 2 ta o'tkazib, uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazib olamiz. Mana chiroyli mana shunaqa narsa gulcha bo'ldi. Chap tomondagi leskani keyingi 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. Chalkashib ketmasligi uchun yaxshilab e'tibor berib qarang. 2 ta munchoqdan chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazib oldim va menda 1, 2, 3 ta munchoq bor. 6 ta munchoqlik gulcha yasashimiz uchun men o'ng tomonga yana 3 ta munchoq o'tkazaman. 2 ta. Uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olaman. Keyingisi ham xuddi shunday. Chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. O'tkazib oldik. Ana endi bizda qarang. 1, 2, 3 ta munchog'imiz bor. Biz esa bitta 5 talik qildik, 6 talik, yana 5 ta munchoqli gulcha yasashimiz kerak. O'shaning uchun bizda 1, 2, 3 ta bor. O'ng tomondagi leskaga ana endi 2 ta munchoq o'tkazaman. 2 ta bittasini o'tkazib, bittasidan chap tomondagi leskani o'tkazib olaman. Mana. Keyingisi yana chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazaman. 2 ta munchoqdan o'tkazaman. Keyingisi 6 talik bo'lishi kerak bizda. U uchun o'ng tomonga yana 3 ta munchoq o'tkazaman. 1, 2, uchinchisidan chap tomondagi leskani ham o'tkazib olaman. Mana endi chap tomondagi leskani, chap leskani yana 2 ta munchoqdan o'tkazamiz. Va 5 ta munchoqlik gulcha hosil qilish uchun o'ng tomonga 2 ta munchoq o'tkazamiz. Chunki bizda уже mana 3 ta bor. 1, 2, 3. Bittasini o'tkazdik. Ikkinchisidan chap tomondagi leskani ham bunaqasiga qarama-qarshisiga o'tkazib gulcha hosil qilib olamiz. Chap tomondagi leskani 2 ta munchoqdan o'tkazib olamiz.
Ana endi o'ng tomondagi leskaga 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Keyingisi bizda 5 ta munchoqlik gulcha bo'lishi kerak. O'sha uchun ikkita munchoq o'tkazamiz. Bittasini o'tkazdik. Ikkinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib gulchani yopamiz. Mana va keyingi qism yana xuddi shunday chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Mana o'tkazdik. 6 ta bo'lishi uchun o'ng tomonga yana 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Yana chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazib olamiz. O'ng tomondagisiga ana endi ikkita munchoq o'tkazamiz. Bittasini o'tkazib, ikkinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazib olamiz. Ana endi oxiriga keldik. 1 2 3 tadan chap tomondagi leskani o'tkazaman. Ana endi bunisi 6 ta bo'lishi uchun o'ng tomonga ikkita munchoq o'tkazaman. Bittasini o'tkazib, ikkinchisini bu tomondan ham, chap tomondan ham o'tkazib olaman. Mana, ana endi e'tiborliroq bo'lamiz. Mana shu holga keldi. Ana endi chap tomondagi leskani keyingi qatorimiz bizani har biri 6 ta munchoqlik gulchadan iborat bo'ladi. Shuning uchun chap tomondagi leskani ikkita munchoqdan o'tkazamiz. Qarab turing. Va xuddi shunday o'ng tomondagi leskaga 3 ta munchoq o'tkazamiz. Uchinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazamiz. Ana bo'ldi. Ana endi yana chap tomondagi leskani 1 2 3 ta munchoqdan o'tkazamiz. Endi bu safar 1 2 3 va bizda 6 ta bo'lishi uchun, 6 ta munchoqli bo'lishi uchun o'sha bizda 1 2 3 4 ta munchoq bor. O'ng tomonga 2 ta munchoq o'tkazamiz. 1 ikkinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazamiz. O'sha dumaloq bo'lib keladi. Yana xuddi shunday chap tomondagi leskani 1 2 3 ta munchoqdan o'tkazamiz. O'ng tomonga esa 2 ta munchoq o'tkazamiz. Va bittasini qoldirib, ikkinchisidan chap tomondagi leskani o'tkazamiz.
Yana xuddi shunday chap tomondagi leskani 3 ta munchoqdan o'tkazamiz. Yana o'ng tomondagi leskaga 2 ta munchoq o'tkazamiz. Bittasini o'tkazib, ikkinchisidan chap tomondagi leskani qarama-qarshisiga o'tkazib olamiz. Va chap tomondagi leskani yana 3 ta munchoqdan o'tkazamiz. 1 2 to'rtinchisidan ham o'tkazamiz. To'rtinchisidan ham o'tkazib, mana bu yerda bitta bo'lish kerak. Ana shunga hozir bitta o'ng tomondagi leskaga bitta munchoq o'tkazib, shuni o'zidan yana qaytarib o'tkazib petla qilamiz. Petelka qilib chap tomondagi leskamizni shundan o'tkazib qattiq tortamiz. Mustahkam, qattiq bo'lib ochilib ketmasligi uchun. Ana endi ortib qo'ygan leskalarimizni har tomonga ochilib ketmasligi uchun, uzilib ketmasligi uchun, mustahkam bo'lishi uchun har tomonlarga aylantirib tiqib chiqamiz munchoqlarning oralariga. Hammasini batafsil bittalab ko'rsatdim degan umiddaman. Mana sharigimiz tayyor bo'ldi. Sizda ham xuddi shunday sharikcha tayyor bo'ldi degan umiddaman. Ana endi bunga chiroyli qilib bantikcha qo'yib, archa o'yinchog'i qilib archaga osamiz. Mana bunaqa qilib. Xohlasangiz mana bu ko'rinishda qilishingiz mumkin. Mana buni har xil, mana bu ko'rinishda yoki mana bu ko'rinishda qilishingiz ham mumkin. Bu endi o'zingizning fantaziyangizga, o'zingizning xohishlaringizga bog'liq. Endi bizda hech kimnikiga o'xshamagan mana shunaqa chiroyli, yaltiroq sharikoviy archa o'yinchoqlarimiz bor. O'ylaymanki, sizda ham o'xshagan. Agar o'xshamagan bo'lsa, videoni bemalol orqaga qaytarib, yana qayta ko'rib, birgalikda bajarishingiz mumkin. Bundan oldingi videoda esa qanaqa qilib snejinka tayyorlashni ko'rsatganman. Siz esa kanalim rivoji uchun videoga like bosib, kommentariy yozib, menga obuna bo'lishni unutmang. Guli Ruxsor bilan birgalikda ekanligingiz uchun katta rahmat.